Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyimizni başlayımız. Leksiya dersi Rozi. Washington'da sözleyimiz bugün 2024 yıl 2. ayının 18. gün haftiga. Yekşembe vatandaşım. Bugün sizlerge sözleydiğin sözlerimiz yakından beri sözleyip sözlerden hemmenlerinin haberi var. Mesela arlıqlı bir dedik Amerika Qo'shma Shtatlarının 3 tane matkisi Tayvan boğazığı yetip geldi dedik. Onun keyinden tünügüllerden sözüldük. Hazır torbetlerdə elinişçe matkilar gruppisi küçü Amerika Qo'shma Shtatlarının yerim küçüğü beraber. Yani bundaq aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarda 10 tane matika yakın, bir tane matik bolsa, şunun 5 tanesi hazır G'arbiy Tinch okean rayoniga kirib keldi. Bu yerda joyda nima ish vaziyat yoki undaq jiddiy yoki bundaq jiddiy degan gap yo'q. Undaq qilib so'zib, tahlil qilib e'lon qiladigan maqolalar yo'q. Muşu 5 tane matka hazır G'arbiy Tinch okean rayoniga kirib keldi degan xabarlarni 2 kundan beri sizlarmi ko'ryapsizlar, biz ham so'zlab sizlarga yetkazdik. Bu yerda endi urushning tayyorligi nima? Yoki bu maydonda urush mumkinmi? Ya Xitoy tahdidi avjalib shu darajaga yetdimi? Xitoy tahdidining bu darajaga yoki urush harbiy tahdidining bu darajaga yetishib Xitoyning niyatini to'liq oshkorlab beramdi. Xitoy tavakkalchilik qilamdi, jur'at qila olamdi. Mana shu masalalarning hammasi bir 2 kundan beri to'g'ri betida so'zlanib qoldi vatandoshim. Shu qatorda hozir Amerika siyosat jurnalida e'lon qilingan bir parcha maqola. Uning mavzusi nima desangiz? Rais Xi Jinpingning qora niyati Amerika davlat bexatarligi mutaxassislarining birlashma maxsus xabar e'lon qilishiga majburladi. Mavzuli xabar 2. ayning 17. kuni Vanway torbetida e'lon qilindi. Ikkinchidan andan Amerika ovozining o'zida bundaq mavzuda bir xabar e'lon qilindi vatandosh. Amerika armiyasi Tinch okean armiya qo'mondoni Amerika'nın endi Tinch okeani strategik siyosati önüm berdi. Amerika Yaponiya harbiy ishlar munosabati texmi qo'yiqlashdi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 2. ayning 18. kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Masalan, bu xabarda nuqtali holda Amerika Qo'shma Shtatlari Tinch okean pilotining generali, qo'mondan generali Paparo Washingtonda 2. ayning 13. kuni o'tkazilgan masalan Amerika quruqliq armiyasi, dengiz armiyasi, havo armiyasi aloqa, uchur elektronlashtirish jamiyatida so'zlagan nutqqa vatandoshim. Şu nutqqa asoslanganda hozir yuqorqi vaziyatlar bu ishga parcha maqolaning o'rtasida nima bog'lanish bor deb savol qo'ya olasiz vatandoshim. Birinchisida masalan nima deydi desangiz, Rais Xi Jinpingning qarniyati masalan Tayvan bo'g'iz urush qo'zg'ash to'g'risida bu maqolada ayni vaqtda 1950-yillarda Çavuşan urushi, Koreya urushi portlagan yillarda shu urush qo'mondonlik qilgan Amerikaning 2. dunyo urushidagi, ya'ni Ulug' okean urush rayonidagi milliy qahramoni desangiz bo'ladi generali MacArthur. Generali MacArthurning shu vaqtga so'zlagan so'zi, masalan Tayvan to'g'risidagi so'zi, agar debdi shu vaqtda MacArthur Cumhur hükümeti Tayvan bo'g'izi urush qilib kirdigan va Tayvan bu orolni elab oladigan yoki besib oladigan ish bo'ldigan bo'lsa, buning ikki taraflik ziyni deydi. Birinchisi Amerika Qo'shma Shtatlariga seladigan ziyon, ondan dunyoga keltiradigan ziyon. Muşu to'g'ri so'zlab, buningga biz har jihatdan tayyorlik qilishimiz lozim degan edi MacArthur. Buningdan 70 yillar burun
Endi bugün del şu günde seliştirsak MacArthur devrede o vaqtda Yaponiya, yani Uluq Okean urushi Yaponiya teslim bo'lib oxirlashdi. Keyin Çavuşan urushi qo'zg'aldi. Mushu vaziyatda burayında hozir Yaponiya allaqachon septin chiqqan kishi edi shu vaqtda. Lekin bugunchi vaziyat boshqadaydi. Bu siyoset jurnalida e'lon qilingan maqolada vatandosh başqacha degan emasdan strategik siyoset Amerikaning 2 yil burun imzolangan siyosatning ro'yi bo'yicha bugungi kunda bu rayonda Amerika bilan Yaponiyaning harbiy ittifoqi o'tirg'i chiqdili emas, balki texmi quyuqlashdi, texmi kuchaydi. 2 parcha maqola va 2 parcha xabarning umum mazmunini hozir sizlarga birlashtirib so'zlab o'taman vatandoshim. Masalan, bu maqolani e'lon qilgan kishilar kimga qarab turing. Amerika sobiq prezidenti davlat bexatarligi maslahatchisi Matt Pottinger, Amerika dengiz armiyasi urush institutining professori Naval War College, anandaki professor Andrew Erkson, shundaqla Reis universitetining tadqiqotchisi professor Gabriel B. Collin qatorliq mutaxassislar imzoliq maqola yozib tashqi siyosat jurnalida e'lon qilindi deydi. Endi bu yerda Douglas MacArthur ayni vaqtda Çavuşan urush maydoni qo'mondonlik qilgan kishi. Endi bu general kishi shu vaqtda Çavuşanda urush qo'mondonlik qilgan vaqtda undan burun aytganda ba'zi materiallarda hujjatlar qarasangiz shu vaqtda shuning orpisida Çavuşan urushining orpisida Mavzudong Stalinga xat yozib, sen Tayvanni ozod qilib ber degan edi vatandosh. Tayvanni ozod qilib ber degan edi. Shuning oldiga ya oldidilar. Onda Stalin men sen Tayvanni ozod qilib beraman emas, hozir Çavuşanda urush bo'ldi, Çavuşan yerim oldi, urush bo'ldi. Sen Çavuşanga askar chiqarsan. Mavzudongni majburlab fidoilar qo'shini, Çünkü Azadlık Armisining fidoilar qo'shini shu vaqtda Çavuşan urushiga qatnashgan edi vatandosh. Yani şu vaqtda MacArthurning yozib qoldirgan strategik siyosati Tayvanni Jungo besib olmasligi kerak. Agar unda qildigan bo'lsa bu Amerikaning shundaqla dunyoning Uluq Okean rayonidagi manfaatiga ta'sir yetkazadi. Bugun endi Xi Jinpingning qarineti desangiz, o'zidan burungi davlat boshliqlari nima Jiang Zemin, nima Hu Jintao selishtirganda hozir Xi Jinpingning Tayvanga qaratgan qarineti kuchlik yoki qattiq bo'lib kelyapti. Masalan, hozir buni bir ansirash orliq sizlar ko'rsatdi. Bu ansirash nima desa, 5-oyning 20 kuni yangi saylangan prezident Lay Chingde Tayvanda bir chataq terib qo'yarmi yo'qmi? Biroq hozir Amerikaning shu saylamdan keyin yetib kelgan davlat majlisining a'zolari Tayvanni ziyorat qildi vatandosh. Lay Chingde yanala burungi prezident Tsai Ing-wenning siyosatini asosiyati shu siyosatni birlashmaslik Jungo quruqligi bilan shundaqla Tayvan bo'g'izda muqomligini qo'g'dash. Mustaqillik jakarlamaslik ham Jungo bilan birlashmaslik. Endi Jungo buni nima deydi? Bu qatim endi dal mushu paytda yana Wang Yi apandi diplomat, Jungo diplomati Miyonxin xalqaro bexatarlik yig'inidan Tayvan masalasini ta'kidlab turgan sizlarga dedik. Tayvan Jungoning zamini birdan-bir zamini. Yani biz birlik keltirimiz, o'qilimiz degan. Biroq bu qatimqi alpozdilik ajdor shakllik, arjo masallik qattiq maydon yoki diplomatning qattiq maydoni degandek. Bir nimalar bu qatim Miyonxin suhbatida ko'rinmabdi yoki diplomat Wang Yi, Jungoning diplomati burunqidek gidaymabdi yoki burunqidek urush xumorlik qilmabdi. Demak, yavaş bo'lib qopti degan gap hozir bugun xabarlar yetib keldi. Buning qat'iy nazar hozir biz nuqtani o'zimiz tushungan doiramizda danga qayerga og'dirmiz desangiz, mana dengiz piloti Paparonim debdi, Jungoning niyati
Mana muşu derecede buluvatıdı deydi. Paparo sözlegende qandaqdega gapmas sözle qaratırga. Hemmisi ritorik şekilde mesela cümledeki ritorik cümle şeklinde kelyaptydy. General Paparo mundaq dedi. Bizning davlat mudofaa sanoatimiz, yani Yaponiya bilan Amerikaning davlat mudofaa sanoatimizning asosimiz ve bu sanoatning asosiy mukammalligi. Urush qilish ahli iqtidorimizning mukammalligi. Yaponiya, Amerika. Qo'mondonlik organimizning birligi ve mukammalligi. Yaponiya, Amerika. Hamda bizning Yaponiya bilan Amerikaning majburiyatlarimizning birligi. Biz mushu rayonda majburiyatimizni his qildik. Yaponiya biz mushu rayonda majburiyatimizni tunuymiz, his qilamiz. Amerika mushu majburiyatimizning birligi ve mukammalligi. Yaponiya, Amerika o'rtasida. Hamda birligi ve mükemmelligi. Amerika Yaponiya münasebetinin zamanı ilişkiler bizden geldiği devrimizde zamanı ilişki maslaşkanlığa veya şu seviyeye, şu dereceye berip yetkenliğiydi. Deyen ibaret müşündak bir devrige hazırkı zamanga kerek bolgan zaruriyetini aksettirip berdi. Nime aksettirip berdi? Yaponiya ile Amerika'nın her bir münasebet, her bir işlem münasebet. Bu ne? MacArthur devrigi 1950 yıl seliştirsiniz yok. Uruş 45. yıl ahırlaştı. 2. Dünya vuruşu ve Ulu Okyan vuruşu. Yaponiya vuruştan çıkan, hal sırgan. Bundan ahval asılı Yaponiya-Amerika münasebeti diyen münasebet mevcut emez vatandaş. Çünkü Yaponiya-Amerika ile vuruştu. Amerika Yaponiya ile vuruştu 1945. yılgacha. Uçakta Yaponiya-Amerika münasebeti diyen münasebet mevcut emez. Bugün bu münasebet otlarga çıktı diyen gap. Yani Ulu Okyan, Tinch Okyan, yani Garbi Tinch Okyan rayonida Jungo. Yani nime iş kılısız? Qarab turibotimiz. Demekçi mi qandaq? 5 tane avamatga o'tganimda Çavuşerbo'nun yazgınında bu rayonga samimiyetlik mana Çavuşen bolsun eski bolsun Jungo Qarag'anda kichikini samimiyeti varken Qarag'an nim degende bu yerga 3 tane avamatga elip kelishingning hojatimi yo'q edi. 2 tane avamatga bu yerga teti yalaydi. Meyli Jungo taraf olsun, meyli Çavuşan taraf olsun, bizden tehdidimizge Amerika'nın 2 tane avamatgisi tehdidi. Çünkü bir 2 tane avamatika ve 3 tane avamatika degen gap adeti normal bir devletinin deniz armiyası küçüğü beraber idi. Avamatka, bir avamatka, 2 avamatka normal bir devletinin deniz armiyası beraber idi. Endi o tügüdü, 3 avamatka toğrusudaki bu gap tügüdü. Endilikte qarang hazır. Garbi Tinch Okyan rayoniga Amerika Qo'shma Shtatlarning 5 tane avamatkasi yetib keldi. Nima ish qiladi u? Tor betlari shu muhokamaning ustida. Bugun endi uning ustiga tepalab Amerika dengiz armiyasi Garbi Tinch Okyan dengiz pilotining qo'mondoni general Paparo yuqoridek tasvirlabdi. Yaponiya-Amerika munosabati. Yuqoridek tasvirlabdi. Tevekkelçilik qilishi mumkin. Xitoy bu rayonga tevekkelçilik qilishi mumkin. Mesela ichki jihatdagi ziddiyatlar tufayli tevekkelçilik qilishi mumkin. Endi hozirgi tahdid Uyg'urga nisbatan aytganda tahdid tunigan radioning xabariga qaraganda Bing tuvanni Janubiy Uyg'uristonda Uyg'ur yerlik hokimiyatlari bilan Bing tuvanni birlashtirayotgan gap. Bu xatarlik vatandosh. Demek Uygurlarına qanday qilsan qil, sen Bing tuvan qil yoki Bing tuvan hokimiyat shakli. Ko'chman Xitoylar hokimiyatining Bing tuvan shakli. Yerim qurollik, yerim dehqonchilik deyiladi amaliyotda. Dehqonchilik nuqtai nazarda Bing tuvan Xitoy pomishchilarining iqtidorchilik qilish shaklida Janubiy Uyg'uriston Uyg'urlarga hukmronlik qilish kerak. Tashlabma deydigan gap vatandosh. Çünkü maşınrı Janubiy Uyg'uriston'ni ko'zdan kechirdi. Bütün 5 viloyat 5 viloyat 2 oblast hamda 3 viloyat 2 oblast
Muşuraylarını közden keçirdi hazır Bentüven'e tapşırıp beriyotgan gap vatandaş. Demek her bir Xitay Bentüven'de her bir Uygur'un düşmanı. Uygur'un kolu da işlemi yok. Şu ortavlaydı Uygur'da chet elge çıkıyor vatandaşım. Şu ortavlaydı Uygur deyince chet elge çıkıyor şu ortavlaydı. Hadda. Kara. Hazır ayada. Pulunun kaynağı kirmanla. Müslüman adam mandak ölüdü. Kafir adam andak ölüdü. Mana bu bir xil şuar. Endi hazır Washington etrafında nima? Mustaqillik izlash. Bu bir xil şuar vatandaş. Külkülük şuarda. Men şunu savolni qo'yib qo'yay oxirida. Kosovo mustaqil bo'ldi şuar tavlapma. Vatandaşım. Sharqiy Temur mustaqil bo'ldi şuar tavlapma. Vatandaşım. Qandaq mustaqil bo'ldi shu davlatlar? Makedoniya mustaqil bo'ldi şuar tavlapma. Uyat hey adamlar, sizlarga uyat. Biz hozir davatimiz bizning gapimizga kirib beqinglar, anglab beqinglar. Biz bir davlat qurgan millat edik. İnsaniyet tarixida Uyg'ur xalqi boshqa xalqlar qatori, boshqa millatlar qatori shular qilib kelgan masalalar. İki mesele, en kamida iki mesele hal qilib bo'lgan millat Uyg'ur. Mesela dini itiqat ve din itiqat qildigan dinni tanlab olgan Uyg'ur. Onun üstüge şu tarihi jarayonlarda davlat qurgan Uyg'ur. 3 qatim. Biz bugun Washingtonga mustaqillikni izdenish degan kalima bo'yicha emas. Biz bugun Washingtonga Amerika xalqining oldiga keldikki, biz 3 qatim davlat qurgan edik. Qani bu davlat? Biz bunun tarihi asaslarını tepip aldık. Mesela Amerikalık tarihçi yazgan, John Garver yazgan Raqiblar ve İttifaqdaşlar degan kitapta birincisini koyup keyinki en ahırki 3. Cumhuriyetinin qanday qurilganligi ve qanday g'oyib bo'lganligidan iborat tarihi asasını, xalqaro asasını tepip aldık. Çoğun devletler o'rtasidagi taqsimot jarayonini tepip aldık. Yordam qil Amerika. Söyümlük Amerika bizga yordam qil. Şu davlatimizni asliga keltirimiz deb keldik. Tushundingizmi? Şunu bu yerda hukum, siyasi hukum, tabir, siyaset tabiri, talep ve arzu, siyaset talepleri, siyaset arzuları o'rtasida mesela sen mustaqillik izdenish deb aldamchilik qilyapsan. Biz bo'lsak davlatimizning asosini yo'qolib ketgan asosini tepib oldik, yordam qil. Biz davlatimizni asliga keltiramiz. Devlet kurulmasını asliga keltiramiz. Devlet teşkilatı, devlet aparatını asliga keltiramiz. En ahirki inqilobda mesela 100 ming kishilik armiya. Odatli kishilar, tarixchilar yezyapti u vaqtdagi mesela 3 viloyat inqilobi deb atalgan inqilob amaliyotda Uyg'uristondagi qurolliq, ya'ni milliy demokratik inqilob davri 40-yillar. Mushu vaqtda dinli uchun masalan Moskvada turishlik Gomindan elchixonasining ichiga o'rinlashtirilgan asli kommunist dinli uchun degan 1945-yili 8-ayning 14-kuni Moskvadan G'o'lja davlat qurilgan shaharga yetib keldi vatandosh. Shu vaqtda yangi yo'llagan telegrammasida bu yerdeki armiyani askeri kuch, 3 viloyatning askeri kuchi 10 ming, 15 ming dedi ya vatandaş nimaga? Mavzudonga tuvallitib ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ahmaq Xitoy dini uchun. Bu 10 ming, 15 ming ariyavlar Gomindanning 100 ming kishilik armiyasi qandoq tarmar qildi bu Uyg'urlar degan savolni qo'ymaydimi dini uchun degan. Kallisi ishlamaydigan kalva. Şanınızmı? O Mavzudonga kishigiltib ko'rsatishi 10 ming, 15 ming kishilik qo'shin deb mundaq doklad qilgan edi, shundaq telegram yo'llagan edi vatandash. Keyinki bizning tarixchilarimiz viloyat davrida Uyg'ur armiyasining soni va umumiy soni shundaq 10 ming, 15 ming deb tarixiga yezyapti. Bu statistika dinlichining statistikasi vatandaşım.
Ben dedim o 1945 yıl 8. ayının 14. günü Gomindan Partiyası Xitayning Bolshevik Partiyası Orusning yoki şu diplomatlar masalan Stalinning diplomati Molotov Jungoning diplomati Sungzibin keyingi Wang Jiashang deganlar dal shu vaqtda imzo qo'ydi. Rost Xitoy shartnomasi 8 ayning 14 kuni 1945-yili. Shunaqa ya. Dal shu kuni dinleychi Moskvadan G'o'ljiga yetib keldi vatandosh. Tarixlar shu. Siz biz o'rgangan tarixlar va tasdiqlangan tarix shu vatandoshi. Tarix shu. Hozir endi vaziyat to'g'risi yuqorqi so'zlab, ya'ni qistirib o'tdim, bu yerda farq bor. Mustaqillikka izlanish va davlatni asli keltirish ikki uqum. Siyosat sohasida ikki uqum. Keyingisi bizning kurash nishonimiz, avvalgisi mustaqillik izlanish bu aldamchining aldamchiligi xolos vatandosh.